Ne oldu? Bugün bek kız kakalarin uçup ku. İnan muhabbet biriga bir qadam oldi aka, xo'sh xabar. Yana. Yana Qaysi bilakka bu qitim qamuqanlık elinga? Buda qisi aka, ot minko xan. Davlat tili usul aka. Ne diyorsun sen? Ben mana uni 3-4 kun bo'lib paranglashib davlat tili usul bo'lib ketdim hozir. Xodis, pol deya olmadim ben. Yo, kimning gapini qilsang shu deb qara.白队长，你咋了？今天睡不了吗？心情不好？为啥心情不好？咋回事？我不要开玩笑，队长啊！好，你睡觉，宝贝啊！我爱你，520。拜拜，么么哒，拜拜，宝贝。Kimning gapini qilsam shu deb aka. Qanday hansoy severim? Çaplaydigan bo'lib ketibsizlar. Ammo diyor. Siz yaxshilarga bo'lib ketibsizlar, jima. Yo'q. Bu boşaroq yuraya qapa qo'y. Aka, bu muhabbetim hansoy xatibga o'qib aka. Kim deydi? Men uxladim jinim, seni baldırak aramal debdi. Maşinaga mo'shincha olib yurib chiqdingmi hamda o'zing o'qamamsiz buni? Aka, o paranglashqinim bilan ma hansoychi xat yozib qolsa severim namoyon qilinib ketib qolgan emas aka. Uni o'ziga 4-6 xat yozsalar aka, men shu ayrilib ketaylik degan o'xshaydi deb beshim qiyib ko'zim param og'zimni vozg'ab chiqdi. Va unda demamsa muhabbatingga men ovozliq qaqil, hansoychisin mayli ovozliq qaqil demamsa bunda yurib palaxshi. Voy, men bu ilgirken poetik emasmi aka, qizg'iliqa? Beyjingda shuni hansoychi fakultetini tutganda bunda qolsa muhabbet ko'chkidini bu g'azbaqaga chiqibdi shu aka. Bo'pti deldirim, sen muhabbat yo'lda badan qizayotgan bo'lgandan keyin. Ama qizchaq nima deymiz hozirda bo'lsa? Buningga mana bersa xayrli kechchinim, shuni meniki oxirgi varlik qilmoqchi davlat tili ur aka. Wan an Pao Bei 希望你梦见我ketdi. Bo'ldimi? Jon peyzon. Mana endi kirib uxlayman. Uxlagan. Aka, men nima deydi? Ya xov debdi-ku, ma'qul debdi-ku. Men xoni po deb o'qib yugurib chiqibman. Sen bunda qiynalg'icha qara. Ben sana bir aptital tushirib beray qara. Boshda qilib. Ashningni chaplab ketdi. Men bismillah. Yaxshi ko'ring jinim. 你做个好梦，亲爱的。 Mana ko'rdingmi? Aynani. Buningdan keyin muhabbat hayoting mushun bilan davomlashsin. Bu damda tuyuqsiz sakrab chiqib meni qo'rqasdan kol yeb ketib qolsa derdi. Qarab gözler ama varamçırım bu. Ama deldirim enim bir muhabbatlashibdi bir men ko'xan qizchaq bilan. Shuning bayramini qilib o'tag'an. Sarim chiqib oldin qapoq qo'sh kirib uxlar manga. Yo, muborak olsun diye deldirim. Eklemaptım kirib boqay. Erkekler hep ko'p baqirgan bir qo'yingmaga chinim. Uzoqma. Chine vatib baqsin, yeshin tep baqamchi. Uxlayla qapoqqa chiqib mana. Akila ko'rib boqayman, men boshqa ish qilmayman, vaqt tilayman shu. Men bo'pti ko'rib boqsan. Bo'libdi aka, mening kasbi. Odamlar orasidagi farqni uqib olsin. Yangamni ko'rib ola, kappuska bosh. Mana. Dal o'zi. Canım kichikligini. Jahonning kichikligini deysan, o tonamdan sen? Tonamdın sen? Tonamdın deb qapsa 5 qo'ldek bilaman men bu qiz oldi. Ve bizning bir og'ayni bola bilan bad keldi siva. Aka, nima deydi mavi? Ya sen cho'qim xato tonib oldi. Bu qizning atrofida do'stlar shunday isil qizlar va kundalik bir do'stlar ikki birlala yurdi. Diqqat qilma va sen gap so'zingga. Qapoqlash. Vay ya dost ya. Bilme o dostunuma.
Bunimi bizning bu og'ayni bola ikkisini arsida besavatlar va ingiz bas qizlar. Ay, ben çıdamayacağım. Ey, ne bo'ldi? Ey, qanday nimasan? O'g'ir kirgan boqqa o'zligida o't ketibdi, dalillar hikoyangni yesiyat qolib ketibdi deb nimaga qopsisan? Ey, adab qo'ya buning gapiga ya bunda gul jamiyat pek chiqava. Bularni biz o'g'il taqam qiltiriq deymiz. Tushundingmi? Qiltiriq. Qiltiriq degan nima qilibsan? Bilik nasıl çıkaralım da? Ha, bilik qilgan chiqdan qiltiriq. Lagmaysanmi chiqdi bular hozir, polaysanmi chiqdi bular. Tushundingmi? Manti sam çıkaran kıltırık ki adamı. Jin qiltiriq bular. Buning gapiga hal deb qo'ysang bo'ldi. Ish qilyapman deydiganni deb qo'ydim. Hamda o'zingninki baxt ishlariga qara. O'zing o'ylash daldiramman kirib yotdim. Ko'ngilni yerim qilma inim. Bu qiltiriq davridi bu. Bu tonimaydi sening bu muhabbatingni. Buning qiltiriqligini men senga isbotlab beraymi? Qanday ispatlaysan? Hozir qara. Marasimdagi qiz bola Hollywoodning danglik cho'lpini bu Angelina degan qiz bola Amerikalar. Hozir chaqirib chiqib mushunlam tonitimiz, qiltiriq mushtim 100% toniydigan chiqdi. Qarab ko'ramiz. Mardo! Chiqam yoqqa. Yana nima uchun parang? Ya qiltiriq. Men bir qiz chaqyapti, men o'shaning parangishyapman. Hali chiqishib qoldi. Men rasmini bir ko'rib baqa, sen tonamsanki. Macan nimanchilar tay. Machiman qanqib endi sana uchrat tegibdi-da. 2011-yil mening qo'limdan chiqib ketgan mal bu. Ammo shuncha pechatchimi dal deb qo'yay. Ching tutmani. Ko'rdingmi men qiltiriqni? Qiltiriqlar maktabni 3-sinf o'qigan degan gaplarning hammasini lazim qarab to'qigan degan mushum. Ey qiltiriq. Sen bir hayotingni bir haqiqatan bir rast tonimaydigan qizingni tonimayman deb baqqan vaqting bormi? Tonimayman degilmaydi. Unda deb qalsaq bizga yarashmaydi. Qon bilan kirgan qo'y, jon bilan chiqdi. Bizga amal yo'q.